Bahor qaytmaydi. Muallif O'tkir Hoshimov. Alimardon uning gaplashgisi kelib turganini payqab, yana ijirg'andi. Ha, sizni kutib o'tirgandim. U Mutalning hamon bolalarcha sodda nur arimagan ko'zlariga tikilib turib achchiq kuldi. Menga bir nasihat qilib qo'ymaysizmi? Teatrdan gapiring, Stanislavskiydan leksiya o'qing. Mutal unga o'ychan qarab qo'ydi-yu, indamadi. Anchagacha ikkovlaridan sado chiqmadi. Alimardon qo'li bilan deraza tomonga imo qilib yana kuldi. Odamlarni tomosha qilyapman. Ular sizni har kuni tomosha qiladi. Siz ham bir tomosha qiling axir. Odamlarni yaxshi ko'rasiz-ku? U Mutalning ko'zlariga tikandek qadalib so'radi. Yaxshi ko'rasizmi axir? Mutal boshini ohista silkitdi. Ana, barakalla. Alimardon huzur qilib kuldi. Shular orasida bugun sizga gazeta tutib, ertaga unutib yuboradigan beburtlar borligini bilasizmi? Mutal boshini quyi solgancha kafti bilan stol ustidagi non ushoqlarini bir chekkaga yig'ishtira boshladi. Uzoq o'ylab turdi-da, bir qarorga kelganday ishonch bilan bosh ko'tardi. Bilaman. Lekin shular orasida ming yillardan buyon munojatni, cho'liroqni chalib kelayotgan, Navoiyning g'azallarini bolasiga o'rgatib kelayotgan odamlar ko'p-ku. Axir o'zingiz xalq qo'shiqlarini yaxshi ko'rasiz-ku. Shunaqa ashulalarni qayta-qayta aytgansiz-ku. Alimardon u bilan hech qachon shunaqa dangal gaplashmagan edi. Tiling birroq-ku, deb o'yladi. Hamon ermak qilib jilmayib turarkan. Keyin parvo qilmagandek qo'l siltadi. Shosha-pisha vokzal binosiga yopirilib kirayotgan odamlarga imo qildi. Mana shularning ichida bulturgi olmani 3 bahosiga pullash, xuddi o'ziga o'xshagan odamlarni laqillatish uchun yo'lga chiqqanlar yo'qmi? Erining qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib, begona erkakning sochini iskash uchun kurortga ketayotgan xotinlar yo'qmi? Nechtasini topib beray? Mutal bu safar ham unga xotirjam qarab qo'ydi. Bor. Alimardon mamnun qiyofada stolni shattillatib urdi. Har kim o'zining huzurini o'ylaydi. Siz xalqqa xizmat qilyapman, nom qozonyapman deb kerilib yuribsiz. Bular bo'lsa sizni sahnaga chiqarib qo'yib, yuragining hovurini bosadi. Mutal sekin xo'rsinib qo'ydi. Bolalarcha sodda yuzida armon ko'lankasi paydo bo'lganini ko'rib, Alimardon ich-ichidan kuldi. Sutaksan hali. Qo'g'irchoqsan, payti kelib ko'zing moshdek ochiladi. Qishlog'imizning tepasida Qodirobod degan bog' bor, dedi Mutal uning gaplarini eshitmagandek. Kecha o'sha bog'ga bordim. Bir vaqtlar otam adirdan 100 gektar joy ochib bog' qilgan ekan. O'lganidan keyin bog'ni otamning nomiga qo'yishgan. U derazadan maydonchaga o'ychan qarab qo'ydi. Mardon aka, men otamni tanimayman. Faqat bitta surati qolgan. Dengizchilarning kokilli shapkasini kiyib tushgan surati. Urushdan keyin bir odam otamning qanday o'lganini onamga gapirib berganini eshitib qolganman. U negadir horg'in qiyofada jilmayib qo'ydi. Zerikmadingizmi? Gapiravering, dedi Alimardon yana ermak qilib. Siz bilan ko'pdan buyon gaplashmaganmiz. Mutal uning kinoyasiga parvosizgina qarab qo'ydi. Otam suvosti kemasida xizmat qilarkan. Bir kuni qirg'oqqa razvedkaga chiqishibdi. Nemislar otam bilan o'sha odamni ushlab olibdi. Keyin otamning oyog'ini osmondan qilib qayiq orasiga bog'lashibdi-da, suvga tashlashibdi. Otam tipirchilab tinchib qolgandan keyin
dengizga uloqtirib yuborishibdi. Alimardon bo'g'ziga suv tiqilib tipirchilayotgan odamni to'satdan ko'z o'ngiga keltirdi-yu, vujudi muzlab ketdi. O'sha paytda, dedi Mutal, o'ziga o'zi gapirayotgandek, otam siz aytgan iflos odamlardan emas, chinakam insonlarni o'ylagan bo'lsa kerak. Otamning bitta xati hamon asrab yuraman, dedi Mutal anchadan keyin xo'rsinib. Dunyoda odamlarni yaxshi ko'rishdan kattaroq baxt yo'q, deb yozgan ekan otam o'sha xatida. Oraga jimlik cho'kdi. Hali kun erta bo'lgani uchunmi qahvaxonada odam siyrak, stollar bo'sh, atrof jimjit edi. Onam boshqa turmush qurmadi, dedi Mutal o'ylanib. Avvaliga bu narsada hech qanday sir yo'qdek edi. Onam bo'lgandan keyin men uchun yashasin-da, deb o'yladim. Mana, o'zim ham uylandim, bolalik bo'ldim. Onamning qadrini endi bila boshladim. Meni deb hamma narsadan voz kechish oson bo'lmaganini endi tushundim. Nima keragi bor shu gaplarning, deb o'yladi Alimardon birdan ko'ngli cho'kib. U boyagi ermak qiluvchi kulgulari yo'qolganini, Mutalning gaplariga ilk marotaba jiddiy e'tibor bera boshlaganini o'zi ham sezmay qoldi. Uning ko'z o'ngida onasi jonlandi. Qiziq, u hech qachon onasini o'ylamagan ekan. O'ylagandan keyin ham onam men uchun yashagan edi-ku degan gap xayoliga kelmagan ekan. Axir uning otasi ham urushda o'lgandi-ku. Uning onasi ham shu bolam odam bo'lsin deb yarim ko'ngil bilan o'stirgan edi-ku. Nahotki mana shu bola bilgan gapni u tushunmasa. Bunaqa onalar ko'p bo'lsa kerak, dedi Mutal uning xayolini o'qib turgandek. Bilmadim. Nimagadir men shunaqa deb o'ylayman. Alimardon shu topda nimadir deyish kerakligini bilar, ammo gapirolmas edi. Uzoq vaqtlardan beri onasi vafot etganidan beri birinchi marta uning ma'yus boqishlarini aniq tasavvur etdi. Keyin negadir Shavkatni, o'zining Shavkatini ko'z o'ngiga keltirdi-da, tag'in ko'nglida o'sha ayovsiz sog'inch dardi uyg'ondi. Men odamlarni yaxshi ko'raman, dedi Mutal unga parvo qilmay. Yo'q, otamning vasiyati tufayli emas, o'zim yaxshi ko'raman. Odam bolasi tug'ilgan paytida pokiza bo'ladi-ku. Uning umrbod shunaqa pokiza bo'lib qolishi sizga, menga, hammaga bog'liq emasmi? Alimardon yana allanima demoqchi bo'ldi. Mutal yana gapirtirmadi. Alimardon aka, men sizning qo'shiqlaringizni o'rganib hofiz bo'lganman, dedi Mutal unga ma'yus boqib. Alimardon uning rost gapirayotganini bir qarashdayoq payqadi, ammo hech nima demadi. Chamasi Mutalga ham bularning hammasi baribir edi. Sizga nasihatgo'ylik qilishga haqqim yo'q. O'zingiz bilasiz. Dunyoga kelgandan keyin biror bir maqsadi bo'lishi kerak-da odamning. Siz aytganday tomoshabinning qarsagini eshitish, nom qozonishga ishqiboz emasman. Dunyoda hamma narsa o'tkinchi. Yana 50 yildan keyin birov meni eslaydimi, yo'qmi, unisini bilmayman. Menga buning qizig'i ham yo'q. Men yuragimdagi xursandchilikni ham, alamni ham odamlarga, tomoshabinlarga to'kib solaman. Mening ashula aytishdan maqsadim shu. Alimardon Mutalning qachon turib ketganini bilmadi. Shu topda alamli bir muammo uning yuragini o'rtar edi. Nahotki mana shu bola kuni kecha
o'zining qo'shiqlarini o'rganib sahnaga chiqqan mana shu go'dak bilgan narsani Alimardon bilmasa, nahotki Alimardonning shuncha mehnatlari bemaqsad ketgan bo'lsa, nahotki u dunyoga kelib durustroq niyat bilan yashamagan bo'lsa. Qahvaxonaning ichi shovqin-suron bo'lib ketdi. Bir to'da yosh yalang sotuvchining atrofini o'rab olishdi. Alimardon asta o'rnidan turdi-yu, og'ir-og'ir qadamlar bilan sement zinalardan tushib ketdi. Alimardon tag'in muallaq-tumanlik ichida qoldi. Kalavaning uchini izlab ko'rdi-yu, topolmadi. Oxiri Mutalning o'sha kungi gaplari shunchaki valdirashdan boshqa narsa emasdek tuyula boshladi. Yana o'sha sarxush kechalarda taskin izladi. Ammo topolmadi. Mana shu boshi berk ko'chaning eng ichkarisida ojizgina nur yaltirab turar. Ingichka ip bo'lib kelajakka bog'lanayotgandek edi. Bu nur Shavkat edi. 2 yil ichida u yolg'iz mana shu nur umidida yashadi. Qiziq, u o'ta quvonchli yoki o'ta g'amgin damlarida Shavkatni eslar. Karavotchasida oyoq qo'lini silkitib qiyqirib yotgan o'g'li xayolidan shundoq jonlanar. Hozir uning katta bo'lib qolganini, chopqillab yurib ketganini, bidilloq bolakay bo'lganini tasavvur etishga urinar, ammo hech ko'z o'ngiga keltirolmas edi. O'zi keladi, derdi u muqaddamni o'ylab. Bola bor, bir kuni keladi. Lekin muqaddam kelmadi. Bir kuni uning o'rniga Alimardonni sudga chaqirib qog'oz keldi. Alimardon xafa ham bo'lmadi, quvonmadi ham. Faqat bir narsa, Shavkatni ko'rish istagi uni sud eshigiga yetaklab bordi. U mashinasini sud binosining soyasiga qo'ydi-da, 2-qavatga ko'tarildi. Yo'lak bo'ylab borarkan, o'zining hayajonlanayotganini, rangi quv o'chib ketganini sezdi. Yuragi gursillab urgancha atrofga alanglab muqaddamni, to'g'rirog'i Shavkatni izlay boshladi. Yo'lak bo'm-bo'sh edi. U to'g'ridagi eshikni ochdi-yu, eng avval muqaddamni ko'rdi. U xona o'rtasidagi uzun skameykaning bir chekkasida eshikka orqa o'girib o'tirardi. Muqaddam qora atlas ko'ylak kiyib olgan, bosh yalang, sochi turmaklangan edi. Alimardon bir lahzada xonani ko'zdan kechirib chiqdi. To'rdagi alvon yopilgan stol qarshisida tepakal, ozg'in kishi o'tirar, yonidagi ko'zoynak taqqan keksa xotinga allanimalarni ohista gapirardi. Yon tomondagi stolda esa kotiba qiz allaqanday qog'ozlarni to'ldirardi. Alimardon o'zini majbur etib dadil-dadil qadamlar bilan yurib keldi-da, skameykaning berigi chetiga o'tirarkan muqaddamga qarab qo'ydi. Muqaddam ham unga o'girilib qaradi. O'zgarmabdi, deb o'yladi Alimardon ko'zlarini olib qochmaslikka urinib. Hamon o'sha egik, uzun kipriklar, hamon o'sha tiniq chehra. Alimardon uning chindan ham chiroyli ekanligini o'yladi-yu, shoshilib yuzini o'girdi. Bu odam endi unga begona. Tepakal sudya avval Alimardonni so'roq qildi. U nimalar deganini o'zi bilmaydi. Ko'nglida kechmishining totli damlarini qo'msash tuyg'usi uyg'onib, yana azob bera boshladi. Muqaddamning ilk bora o'z uyiga kirib kelganini, 2 marta bag'riga bosganini, soddagina bo'ysunuvchan xotin bo'lgani, Shavkat tug'ilganida quvonganlari, nihoyat eshikni qars yopib ostonadan haydab yuborganini eslab yubordi. Murosamiz to'g'ri kelmadi. Menga bolamni qaytarsa bo'ldi, degan javob qilib joyiga o'tirdi. Keyin muqaddam o'rnidan turdi. U ham eng avvalo ilk bora Alimardonning uyiga kirib borganini, to'y bo'lganini, uning mana shu qaysar sochlarini silaganini o'yladi.
Keyin Shavkat ko'z o'ngiga keldi. U shahardan senga 3 g'ildirakli velosiped olib kelaman deb uydan chiqqan edi. Keyin tag'in Mardon akasi bilan kechirgan kunlarini esladi.